Bu Aysidvit vitaminimizni asosan sigirlardan foydalanyapmiz. Bu sigirlarimiz Aysidvitimizda 400-500 trik vaznga 10-15 grammdan inyeksiya qilyapmiz. Bu sigirlarimiz asosan Golshten hisoblanib, bu Germaniya davlatidan keltirilgan. Hozirda 3-qoringa hammalari bo'g'oz hamda bu Aysidvit vitaminimiz fermalarda qochishi, mollarimizni hamda qochishi, urug'lanishi yaxshiligini sifatida biz bu Aysidvit preparatini tanladik. Bu Aysidvitimizni hamma chorvachilar, fermerga, xo'jaliklarga tavsiya etamiz. Bu Aysidvit vitaminimiz. Bu Aysidvit vitaminimizda A vitamin, D vitamin tashkil etib, bu sigirlarimizning qochishini tezroq yordam beradi. Bu videomizni yaqin fermasi bor, xo'jaligi bor, chorva boqiydigan, sigir boqiydigan yaqin birodar akaxonlarimizga yuborib qo'yasizlar, gruppalarga tarqatib podдержка qilib olasizlar. Videomiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib qo'yasizlar. Sigirlarimizni sifatiga qarang, buni sifatini. Hurmatli obunachilar, like, podpiska bosib gruppalarga tarqatib olinglar. Zudlik bilan. Hurmatli obunachilar. Hurmatli boy akalar, bu akaxonlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Mollarimizni sog'ib, sigirlarimizni ustidan tosh yotibdi. Bu fermamiz o'zimizning Vodiy Qo'qon shahrida. Akamiz ularni quyapti xolodilniklarga. Xolodilnikimiz 2 tonnali. Bu sigirlarimizga ukollarni qilib, inyeksiyalar qilib oldik hammalardan.